Aziz tomoshabinlar, 3 bosqichli bolajonlarni musobaqalari yakuniga yetdi. Mana o'zinglar ham kuzatib bordinglar. Endi bugun yakuniy qismini, taqdirlash marosimini o'tkazyapmiz. Shu ta'tilni, yozni uzun kunlarida bolajonlarni zeriktirmay, mana shuna kunimiz mana shunaqa narsalar bilan ovora. Mana qarab turasizlar, kuzatib turinglar. O'rinlarni olganlarni birga tabriklaymiz. Birinchi o'rinni qizimiz Tanzila, o'zinglar ham ko'rdinglar, juda aktiv, faol ishtirok etib, chaqqon bo'lib, 3 ta bosqichda ham chiroyli birinchi o'rinni egalladi. Marhamat, taqdirlash marosimi. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Zamzam suvidan choy ichishlariga, nonushtalariga chashka. Marhamat, joyingizni egallang. Endi ikkinchi o'rinimiz Zulfiraga. U ham bulardan qolishmay, rosa velosipedda harakat qildi, katta velosipedda. Marhamat, taqdirlash ikkinchi o'rin Zulfiraga. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Stakan bu kishiga ham Zamzam suvidan. Marhamat, joyingizni egallang. Tabriklaymiz. 3-chi va 4-chi o'rin kichkintoylarimiz Muhammadali bilan Mitticha Sadiyaga. Bular ham qolishmay harakat qilishdi 3 ta bosqichda. Marhamat, davay. Tabriklaymiz. Bu kishiga ham choy ichishlariga chashka. Marhamat, Mitticha Sadiya, turing, endi sizga navbat. Tabriklaymiz. Qarsanglar bilan, qarsanglar bilan. Qani boringlar, hammanglarni bitta olaychi. Stakanlarni ko'tarib chiroyli qilib turinglarchi. Bundan-da harakat qilinglar. Boshqa o'yinlarda yana ham chiroyli, yaxshi ishtirok etishga harakat qilinglar. Hammanglarga muvaffaqiyat.